YouTube'dami? Kelishadi-da, ko'rib ko'rib. Mana bu tomonga chiroyli bo'lib ochiladigan atirgullar ham bor ekan. Mana bu malinami bu ham? Malina, remontatli malina. Rossiyskiy sort, mevaga kirgan. Rossiyskiy mana bu gullab tayyor bo'lib turgan ekan. Nech pul bu? Bular 15 mingdan beryapmiz. Bu atirgullarchi? Atirgullar har xil aka. Kichkinalari mana bular 15 mingdan. Ha. Katta viyushlari bor, plastikda chirmash bo'ladiganlar, arka qiladiganlar. Ular 30 mingdan qilib beryapmiz. Har xil ranglari bor ekan. 4 xil ranglari bor. Ular 30 ming. Ular 30 ming so'mdan aka. Mana orqadagilar? Orqadagilar 15 mingdan qilib beryapmiz. 15 ming, 20 ming, 15 ming har xil. O'zi rasmi o'zidaqa chiqadi, hali boshqachadan chiqib qolmaydi. Xatti ko'chatlari bu. Farg'ona Quvaniki aka. Farg'ona Quvaniki. O'zimiz yetishtiramiz aka. Mana shu bola Eshonboni oldilarida o'tirib savdo qiladi. Yaxshi ko'chatlardan qilib beramiz. Buni buket atirgul shakli. Buketni atirgullar aka. Har xil narsalar. Men palma nech pul? Palmalar 300 ming aka. 300 mingdan ekan. Stampoviy rozalarimiz ham bor mana. Nech pul stampoviy rozalar? Stampoviylar aka 100 mingdan 150 minggacha bor aka. 100 ming, 150 minggacha. Ranglari aniqmi bular? Ranglari har xil ochiladi bitta. Bor. Telefon nomeringiz nechi? Telefon nomerlarimiz aka 91lik 111 0426. Tohirbek aka murojaat qilishaveradi. Bo'ldi, bemalol kelaverasiz. Sizlaringizga kelishtirib arzon qilib beraman. Xudo xolisa kelishadi, xudo xolisa kelishtirib qilib bering. Hop. Savdingizni bersin. Ha. Juda ham chiroyli narsalar. Bozorimizni juda ham chiroyli bo'ladi. Mana bu yoqda giloslar ham bor ekan. Qaranglar, xilma-xil narsalar. Mana bu yoqda qo'l mevalar. Daraxtlarni olib bo'lgandan keyin uylarga ro'zg'or qilib ketaverasizlar. Mana juda ham zo'r chiroyli narsalar. Hamda agavalar bor ekan. Ham nech pul agava? 200 ming deyapti, 180 ta sotamiz. Xilma-xil. Biz joni baqvat buni ham. Chiroyli. Hozir endi sizlarga Shohida banglarni ko'rsatib o'tamiz. Mana yonimda yurib pul bozorlarni ko'rib, mana ko'chatlarni ko'rib, mana yoqda guldanejlarni ko'rib boramiz. Mana bu tindiski seriallar bor ekan. Mana bu yoqda baluvlar bormi? Mana bu yoqda Farhod bor. Ham shamshotlarni qaranglar. Juda ham zo'r chiroyli bo'lib yotibdi. Juda ham go'zal. Mana shunaqa qilib yurib kelaveramiz. Yaxshi salomli. Mana kelaverasizlar. Mana bu yoqda ukam mana bu yoqda qo'lni sotib o'tiribdi. Mana chiroyli qo'mon tarvuzlar. Yaxshimisan? Yaxshi zo'r. Tuzumsan? Salom. Hop. Qanaqasan? Qo'ldan sotyapsanmi? Ha, yaxshi. Bo'ptimi savdolar? Bo'ladi. Hurmatli obunachilar, Shohida opamni ko'rsataman deb kelgandim. Shohida opam ketib o'ptilar uje. Bugun uyga borib, vaqtliroq borib osh qilishlari kerak ekan. Shunaqa xabar berishdi. Xafa bo'lmaysizlar. Mana bu yerda machalkalar bor ekan. Nech pul sotyapsan machalkani? 25 ming. 25 mingdan. Bu tabiiy machalka. 25 mingdan. Mana tarvuzlaring nech pul bo'lyapti endi? Sen reklama qilib yuboraylik endi opang bo'lmaganiga yarasha, ha? 50 ming so'm. Ha, opang qochib ketganda. Hech pul tarvuz 25 ming, ha? 50 ming so'm. Ha, 50 mingmi? Voy, voy, uruvlari tilladanmi buni? Mana qovuning nech pul? Onlardan kilosi 80 ming, 70 ming qilib beramiz. Ha, ana zo'r. Yozni anaqasidagi shirinmi? Ha, shirin, zo'r. Mana tarvuzni. Hozir buni homiladorlar ko'radigan bo'lsa, sanasi rosa duo qiladi-yu. Ha? Meni ham qo'shib senga. Bu tilimi nech pul? Tarozi bo'yda kilosi. 80 ming kilosi. Unda tilimini kesib taroziga qo'yib beraverasiz. Nech pul, misol 15 ming chiqsa, kesib beraveramiz. ha, 15 minglik chiqsa 15 ming, 20 ming chiqsa 20 ming. Ha, yaxshi, zo'r. Zo'r. Mana nima obuna olyaptimi bu? Ha, shunaqa. Obuna olyaptimi? Yumshoq shirin. Qo'yin. Oh, hidini qara chiqishini. Oh, juda zo'r. Mana bu qoqurlar bor ekan. Mana bu qoqur 15 mingdan o'zi. Juda ham zo'r. Mana obunachilarim kelsa nech pul qilib berasan? 10 ming. 10 mingmi? Ha, zo'r. O'zini narx qilibmi? Bu men obunavatning ham tarozigami? Tarozi. Mana buning nima bu? Qizil. Hali o'zimizning qizil qovun bilan ko'kcha tashishtirgan. Ha, bu koreyskiy bo'lsa kerak bular. Evet, Eranskiy. Eranskiymi? Oo. Boylarniki ekandi.
Bizning bu obunachilarimiz ham bor. Maza qilib yeb ketishadi. Kelavringlar. Mana shu ukam kelishtirib chiroyli qilib beradi. Oting nima edi? Lutfulla. Lutfulla. Telefon nomering nechi? 94lik 96 0179. Nima deysiz? Parvozning klosi. Bemalol kelaverasizlar. O'tgan yilgimi yo Bildigi sveji. Qashaq qilib bozorlarimizdan aylanib yuramiz edi. Mana bitta bugun veylar bor ekan. Mana bugun veylarni qaranglar, juda ham zo'r. Xilma-xillari, shtampiyulari, chiroyli juda ham. Qaranglar. Mana oranjviylari bor ekan. Oranjviy, siyohrang, oq, bardoviy xilma-xillari bor ekan. Shundan mana qanday holatda to'g'risi mana yoqda nima desam ekan, Chopon bozori istagan gaz mana o'rtada zina bor. Zinadan bundoq yurib kelgan ekanlar. Mana shu yerda ekan joylari. Tuzumsizlar Abdulla aka? Charchamayapsizlar? Mana nech pul mana bulari? 100 mingdan ekan bular. Juda ham chiroyli bo'lib o'sib turibdi. Ismlari Abdulla, bemalol kelaverasizlar. Joylari mana shu yerda, mana bitta jasminlar ham bor ekan. Bular ko'mnitniy jasmin. Voy, mana bitta gigantlari bor ekan mana. Juda ham zo'r. Hozir bodring eksa bo'ladimi? O'sha urug'larni yig'ib olibdilar. Tuzumsizlar? Qachon? Bo'tdimi so'dalar? Anta mana rossiyskiy urug'lar ham bor ekan ayol. Juda ham zo'r, chiroyli, vitamin, dori, udabrin, hamma narsalar bor. Ben bo'yalgan nimani urug'i bu? Bodring urug'i. Mana bodring urug'i ekan. 700 grammgacha bo'ladi. Hech pul u? Qaysi biri? Bo'yalgani. Bo'yalgani 20 ming stakan. 20 ming stakan ekan. Mana dorilar, xilma-xil narsalar bor ekan. Kelaverasizlar. Chiroyli. Sodanglarni bersam. Mana shunaqa qilib sekin aylanib ketyapmiz endi. Shohidab ham yo'q ekanlar, endi sultonni ko'rsatamiz. Mana yoqda qandolar. Qandolatdan mana yoqdagi 3-rat. 3-ratdan da kirib kelayotgan edi. Hozir sultonni joyiga boramiz. Sulton o'zi yo'q ekan, andalari bor ekan. Sekin videoga olib ko'rsatishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Juda ham zo'r. Keramzit 5000 ekan. Kislotor, vermikulit, hamma xil narsalar bor ekan. Mana yoqda ham chiroyli 18 da bor ekan. 20 lar bor ekan. Mana xilma-xil narsalar. Chiroyli bo'lgan narsalar qaranglar. Mana yoqda ulug'lar, zelinlar, amafoslar, perlit, vermikulit, sulfat amoniy. Mana yoqda dorilar, vitaminlar sepadiganlar, dori sepadi, gazon urug'lar. Mana ko'rasizlar. Xilma-xil narsalar. Xilma-xil narsalar bor. Kelaverasizlar. Telefon nomeri va sulton. Mana shu nomerga bemalol telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Kelaverasizlar. Mana shunaqa qilib mana ko'rsatib o'tyapmiz. Mana bitta xo'ssalar ham bor ekan. Xo'ssani. Zaripa, xo'ssa nech pul?
120 ming? 120 mingdan katta qo'ssalar bor ekan. Chiroyli. Hech pulligi ham bor? 150 minglik. Ani o'mamni 30 ming, 35 ming sotishgandan qolmadimi? 60 mingligi bor? Qani? Qani? Ha, bittaliklari 60 mingdan qilib berishar ekan. Ma'nimi Muzab? Mana shunday kattasi 60 ming. Juda ham zo'r. Mana. Atrofda ham qilmagan narsalar bor. Bemalol kelaverasizlar. Hamma mana terlik, vermikulit, ma'muriyat joylariga keldik. Qilmagan narsalar bor. Mana to'g'ri tara deysizlarmi, rangli toshlar deysizlarmi? Mana xilma-xil narsalar bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Uzumsiz? Yoqimli ishtaqa. Nima yeyapsiz? Osh bo'lsin. Ovoz eshityapti faqat. Qalla? Xo'jayin. Ketdilarmi? Mana gazonga sepadiganlar bor. Bu nech pul edi mana bu? 35 ming. Ha? 35 ming. 35 ming. Mana bu paketidagilarchi? 15 ming. 15, Luboya. 15 mingdan bularning hammasi. Chiroyli. Mana bu yoqda ana opoqimni joylari atrul sotadigan. Mana xilma-xil byushcha atrulari ham bor, shtampi atrulari ham bor. Mana xilma-xil. Mana bu mana navaralar o'tiribdi. Juda ham chiroyli. Mana bu rangini qaranglar. Hidi vahshiy asar. Juda ham zo'r. Mana ham hidli ekan, vahshiy zo'r. Bular adashmasam 200 ming, 250 mingdan bo'lsa kerak. Mana juda ham zo'r. Chiroyli bo'lib ochilib yotibdi. Xilma-xil bo'lib. Odil mamlaring sotilganmi? Vahshiy zo'r ekan. Nech pul bu? 220 mingdan ekan. Angliskiymi bu? Angliskiy ekan. Juda ham zo'r. Angliskiyni hidi yo'q ekan-ku. Ikki o'rnoq joydan-da. Va chiroyli ekan. Chiroyli. Mana nima mamla? Yo'qmi? Rasmini qo'yib qo'ymabsiz-da? Nech pul bular? 70 ming? Rangi qanaqa? Rangi loterey. Piyonni ekib turib loterey o'ynashar ekanda. Oqi ham bor, qizili ham bor. Ha, begonalaringiz nech pul? 35 ming. 35 ming. Shamshod? 80 ming, 100 ming. Bular ham 80 ming bo'lsa kerak. Mana 100 mingmi? Bumi 80 ham 100. Bularcha? 300 ming ekan. 300 ming deganingizga ko'rinmay ham qoldi Jamshidingiz. Mana, yorug' qilamiz. Bu 300 ming, ha? Mamlari 500 mi? 500 voy. O'zi ham bu 500 minglik mehnat qilingan-da. Buni pulini eshitib turib, menga o'xshab voy deysizlar, bu mashaqqati bor. Buni bundoq qilib ekib turib, shundoq eksanglar shunaqa mamlaqa dumaloq bo'lib shaklga kirib qolmaydi-da. Bunga mehr beriladi, gaplashiladi bunga. Juda ham zo'r narsalar. Bemalol kelaverasizlar. Mana bu yoqda mana atirgulim bo'lsa, shundoq mani ro'paramda o'tiradilar. Joylar. Nima qil. Chiroyli narsalari, bemalol kelaverasizlar. Mashaq qilib bugungi videolarimizni tugatamiz, hurmatli obunachilar. Xonadoninglar tinch bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Charchamanglar, bizani kuzatib borishda davom etinglar. Chiroyli kommentlar, podpiskalarni aymasligini so'raymiz. Sizlar bilan har doimgidek Muhammad Ali bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.